13 masalani yechimi demak 25% mis sulfat eritmasi qo'llatilib 50 gram mis kuprasi olingan bo'lsa, dastlabki eritmani mis kuprasidan keltirganmiz bu masalani yechish uchun mis kuprasi mis sulfat ko'paytirilgan 5 molekula suv. O'shandan mis sulfat olinadi. Sonradan massasi 160 gram, buni massasi 250 gram. Bizda mis kuprasini qancha deyapti? Kuprasini 50 gram deyapti. Ham bo'lsak, demak, qisqaradi uni 1 ga 5 nisbat. 16 bo'lsa 80 5 ga 16 2 marta 32 bo'lar ekan. 32. Endi dastlabki eritmaning massasini so'rayapti, qaraymiz. Eritma degani nima degani? Tuz bilan suv yig'indisi mana shu ikkalasi eritmani beradi. Biz mis kuprasidan mana ichidagi mis sulfat tuzini topdik. O'sha tuzimiz 32 gram va 25% ni tashkil qiladi. Bizga 100% ni topishimiz kerak. 100% qancha? Shunda biz eritmani topgan bo'lamiz. Mana ikkalasi ham qisqaradi, ya'ni 1 ga 4 4 ko'paytirgan bo'lsak, 128. Bu eritmamiz. Endi javob. Güzellik veriyoruz bak. Bir cevap uçurmayalım.